Bu maxraj va sifatlar video darsimizning 4-qismi. Ushbu darsda biz halqum tovushlarini o'rganishni davom ettiramiz. Halqumda 3 ta asosiy talaffuz nuqtasi, ya'ni 3 ta maxraj mavjud. Eng chuqur qism, undan hamza va ha harflari chiqadi. Bu haqida biz 2-darsda o'rgandik. O'rta qismda esa ayn va ha tovushlari chiqadi. Buni esa 3-darsda o'rgandik. Umuman bu ikki maxraj borasida imkon qadar batafsil so'z yuritishga harakat qildik. Bugungi darsda esa biz halqumning eng yuqori qismidan chiqadigan ikki harf xo va g'oyinga e'tibor qaratamiz. Keling, darsni boshlaymiz. G'oyin va xo harflari talaffuz jihatidan bir-biriga juda o'xshash, faqat kichik farqlari bor. Ikkala harfni ham to'g'ri talaffuz qilish uchun ikkita asosiy talaffuz a'zosi harakatga keladi. Bular tilning chuqur orqa qismi va yumshoq tanglay, ya'ni og'izning orqa yuqori qismi. Rasmga e'tibor bersangiz, yumshoq tanglayning osilib turgan tilchasi bor. Aynan tilning chuqur orqa qismi va yumshoq tanglayning osilib turgan tilchasi birgalikda harakatga kelgandagina xo va g'oyin tovushlari to'g'ri hosil bo'ladi. G'oyin tovushi xoga qaraganda biroz chuqurroq joyda hosil bo'ladi. Keling, shuning uchun darsimizni g'oyin harfidan boshlaymiz. G'oyin tovushi tilning chuqur orqa qismi yumshoq tanglayga deyarli tegadigan holatda hosil bo'ladi. Bu rasmda ko'rib turganingizdek, tilning orqa qismini yumshoq tanglayga tekkizamiz degani emas, balki tilning chuqur orqa qismini yaxshigina ko'tarib, yumshoq tanglayga deyarli tegadigan holatda yaqinlashtiramiz degani. Bunga albatta e'tiborli bo'lish zarur. Aks holda tovush xato chiqadi. Masalan, agh, agh, aghniya, yaghsha, yaghsha, farogh. Bu yerda ikkita muhim jihatga alohida e'tibor berishimiz kerak. Birinchidan, men aytdim, tilning chuqur orqa qismi yumshoq tanglayga to'liq emas, faqat deyarli tegadi. Nega? Chunki g'oyin bu uzluksiz tovush. Ya'ni uni istalgancha cho'zish mumkin. Masalan, agh, agh, yaghsha. Shuning uchun tilning chuqur orqa qismi tanglayga qattiq yopishmasligi kerak. Tovush davom etishi uchun ozgina bo'shliq qolishi zarur. Ikkinchi jihat, g'oyin tovushi havoni surib chiqarish bilan hosil bo'lmaydi. U aksincha ovoz paychalarining tebranishi bilan yuzaga keladi. Ya'ni bunda ovoz paychalari yopiq bo'ladi. O'pkadan chiqadigan havo ovoz paychalarini turtib chiqishi natijasida tebranish hosil bo'ladi. Buni siz tomog'ingizga qo'l qo'yganingizda ham sezasiz. Agh, agh. Agar siz uni to'g'ri aytayotgan bo'lsangiz, albatta tomog'ingizda tebranishni his qilasiz. Demak, tilning chuqur orqa qismi yumshoq tanglay tomon ko'tariladi va yumshoq tanglayning tilchasiga deyarli kichik tirqish qolgudek yaqinlashadi. Aynan mana shu holatda g'oyin tovushi hosil bo'ladi. Endi esa xo tovushiga o'tamiz. Bu ham deyarli shu harakat bilan hosil bo'ladi. Ammo ba'zi farqlari bor. Xo tovushi ham tilning chuqur orqa qismini yumshoq tanglayga deyarli tegadigan holatda ko'tarish bilan chiqadi. Bu ham cho'ziluvchi tovush hisoblanadi. Ya'ni uni istagancha davom ettirish mumkin. Agh, agh. Shu sababli tilning chuqur orqa qismi va yumshoq tanglay orasida to'liq yopilish emas, balki kichik bo'shliq qolishi kerak. Ammo birinchi farq shundaki, xo tovushi g'oyinga qaraganda biroz yuqoriroq joyda hosil bo'ladi. Ya'ni tilning chuqur orqa qismini sal teparog'i. Mana buni rasmda ham ko'rib turibsiz. Demak, g'oyin tovushi xo tovushidan chuqurroq nuqtada hosil bo'ladi. Ikkinchi farq, xo tovushi jarangsiz tovushdir. Ya'ni u havoni chiqarish orqali hosil bo'ladi. Yodingizda bo'lsa, yuqorida g'oyin harfida biz ovoz paychalari yopiq bo'lib, o'pkadan keladigan havo ovoz paychalarini turtib chiqadi dedik. Xoda esa ovoz paychalari ochiq bo'ladi. O'pkadan keladigan havo u joydan erkin o'tib ketadi. Bu havo esa tilning chuqur orqa qismi va tanglay orasida qolgan bo'shliqdan o'tadi. Aytmoqchi bo'lganimni yaxshiroq tushunish uchun xo tovushini aytayotganingizda qo'lingizni tomog'ingizga qo'yib ko'ring.
Siz tomog'ingizda hech qanday tebranishni sezmasligingiz kerak. Nega? Chunki yana takrorlayman, bu tovushda ovoz paychalari ochiq bo'ladi. Ovoz paychalarini ochiq bo'lishi esa tebranish yo'q degani. Ax, ax, yaxruju, yaxruju, ixtilaf, ixtilaf. Shu o'rinda muhim eslatma. G'oyin jarangli, xo esa jarangsiz. Masalan, agh deganingizda bularni maxrajidagi yumshoq tanglayni tilchasi tebranishga o'xshash qimirlaydi. G'oyinda agh deganingizda ovoz paychasida ham tebranish bo'ladi, halqumni g'oyin chiqadigan maxrajida ham ozgina tebranishga o'xshash qimirlash bo'ladi. Xo tovushida ham agh deganingizda halqumdagi maxrajida ozgina tebranishga o'xshash qimirlash bo'ladi. Lekin ovoz paychasi ochiq turgani uchun u yerda titrash bo'lmaydi. Mana shu joyda yangi o'quvchi mana xoda ham tebranish bor ekan-u deb shu qimirlashni ovoz paychasidagi tebranish bilan chalkashtirmasligi zarur. Buni farqini bilish esa juda muhim. Endi savol. Bu ikki tovushni talaffuz qilishda qanday xatolardan ehtiyot bo'lish kerak? Boshlanishiga g'oyin tovushiga oid keng tarqalgan xatolarni ko'rib chiqamiz. Birinchi xato. Bu tilning chuqur orqa qismi yumshoq tanglayga juda qattiq bosilishi. Bu holatda ko'pincha g'oyin tovushini haddan tashqari kuch bilan aytganda yuz beradi. Ayniqsa bu yangi boshlagan o'quvchilar orasida juda keng tarqalgan. Bunday talaffuz tomoqni ham charchatib qo'yadi. Bu esa to'g'ri emas. Natijada tovush uziladi va g'oyin emas, balki qofga o'xshash tovush eshitiladi. Masalan, bu taxminan quyidagicha eshitiladi. Al-maqdub, yaqusha. Holbuki g'oyin bu silliq, uzluksiz va davom etuvchi tovush bo'lishi kerak. Al-maghdub, yaghsha, yaghsha. Ikkinchi keng tarqalgan xato, agar g'oyin harfi ortidan qof kelsa, bu ikki tovushni aralashtirib yuborish va natijada ular bir xil tovushga o'xshab eshitiladi. Tuziq qulubana, tuziq qulubana. Aslida esa bu ikki harf alohida va aniq aytilishi kerak. Ularni qo'shib yuborish esa mutlaqo noto'g'ri. G'oyinni biroz ushlab turib, keyin qofga o'tilsa, ularni tiniq talaffuz qilish oson bo'ladi inshaalloh. Tuziq qulubana, tuziq qulubana kabi. Uchinchi xato. G'oyin harfini qalqala, ya'ni tebratishdir. Bu taxminan quyidagicha eshitiladi. G'oyril maghdubi alayhim, g'oyril maghdub. Bu holat aslida birinchi xatolikning oqibati. Agar bu harfning talaffuz a'zolariga haddan tashqari bosim berilib, ular bir-biriga tekkizib qo'yilsa, g'oyin tovushini chiqarish uchun tovushni siqib chiqarishga majbur bo'lasiz va natijada qalqala yuzaga keladi. Lekin shuni yodda tuting. G'oyin harfi qalqala tovushi emas. Shuning uchun u hech qanday tebranish yoki portlashsiz, ravon va barqaror eshitilishi kerak. G'oyin tovushiga oid yana bir keng tarqalgan xatolik uni xo tovushi bilan aralashtirib yuborish. Ayniqsa u boshqa jarangsiz tovushlar bilan yonma-yon kelganda. Ba'zilar g'oyinni ham jarangsiz qilib, xo tovushiga o'xshatib aytishga harakat qilishadi. Natijada u asl holatini yo'qotadi. Masalan, mana bu so'zda istaghfir, istaghfir. Ta va fa harflari har ikkisi ham jarangsiz tovushlar. Ba'zi o'quvchilar uchun jarangsiz tovushdan jarangli tovushga o'tib, yana jarangsiz tovushga qaytish qiyin kechadi. Ammo bu Qur'on o'qishda jiddiy xatoga olib keladi. Chunki bu so'zning ma'nosini o'zgartirib yuborishi mumkin. Shuning uchun biz bunday so'zlarda harflarni aniq va tiniq talaffuz qilishimiz kerak.
istag'fir, istag'fir kabi. Va nihoyat ho harfi haqida gapiradigan bo'lsak, eng keng tarqalgan xatolik bu tovushni xirillashga o'xshatib talaffuz qilishdir. Xirillash tovushi og'izga juda yaqin joydan chiqadi. Aslida esa xo tovushi halqumning yuqori qismidan, ya'ni tomoqdan chiqadi. Bu xato odatda xo tovushini ortiqcha kuch bilan aytganda sodir bo'ladi. Natijada u noto'g'ri eshitiladi. Yaxruju, yaxruju, ixtilaf, ixtilaf. Aslida esa xo tovushi chuqur halqumning yuqori qismidan chiqadi va aynan shu yerda to'g'ri hosil bo'ladi. Yaxruju, ixtilaf kabi. Bu tovushlar arab tilida biroz murakkab tuyulishi mumkin. Chunki ular tilning chuqur orqa qismidan chiqadi. Shu sababli talaffuzdagi harakatlarni ko'z bilan ko'rish deyarli imkonsiz. Ularni yaxshi his qilish kerak. Keyingi darsimizda esa biz navbatdagi tovush joyi haqida gaplashamiz. Sizningcha bu qaysi tovush joyi bo'ladi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Tomosha qilganingiz uchun rahmat. Agar siz Qur'onni arab tilida o'qishni va tushunishni boshlamoqchi bo'lsangiz, hoziroq boshlang. Keyingi darsda ko'rishguncha